Studiyamizga Abdurayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti axborot xizmati bo'limi boshlig'i, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Marhabo Ahmedovani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Avvalambor sizni 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Katta rahmat, bayram o'zingizga muborak bo'lsin. Ushbu bayram bilan yurtimizdagi barcha ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar va qolaversa axborot xizmati, ya'ni matbuot xizmati xodimlarini chin qalbimdan tabriklayman. Doimo so'zingiz teran, nigohingiz xolis hamda qalamingiz o'tkir bo'lsin. Rahmat kattakon. Marhabo opa, bugungi kunda axborot xizmatining asosiy vazifalari nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Juda ham o'rinli savol. Matbuot xizmati bugungi kunda tashkilotda o'rni juda ham katta hisoblanadi. Negaki tashkilotda olib borilayotgan jarayonlarni, tashkilot faoliyatini bevosita xalqimizga taqdim etishda birlamchi vosita hisoblanadi axborot xizmati. Shu o'rinda axborot xizmatining asosiy vazifalaridan biri, demak, tashkilotda bo'layotgan har bir jarayonlarni, tashkilotning bugungi kundagi faoliyatini xalqimizga, keng jamoatchilikka muntazam, ishonchli tarzda yetkazib berish asosiy vazifalardan biri. Shu jihatdan savol tug'iladi, qanday deb. Demak, bu borada o'zimning faoliyatim misolida aytadigan bo'lsam, doimiy tarzda media tadbirlar o'tkazamiz, ya'ni matbuot anjumanlari, rasmiy bayonotlar, brifing, demak, ochiq muloqotlar va hokazo shunga o'xshagan juda ko'plab media tadbirlar o'tkazamiz. Bunga keng jamoatchilikni va qolaversa ommaviy axborot vositalarini, blogerlarimizni taklif qilgan holda, shu bilan birgalikda tashkilotdagi jarayonlarni albatta yetkazishda universitetning rasmiy veb sahifasi, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida muntazam ravishda axborotlarni yangilab, tezkorlik bilan berib borishga harakat qilamiz. Shuningdek, axborot xizmatining yana asosiy vazifalaridan biri jamoatchilik bilan aloqalarni yo'lga qo'yish, fuqarolarimiz, ommaviy axborot vositalari bilan muntazam ravishda, masalan, tashkilot rahbariyati o'rtasidagi, demak, aloqani o'rnatish, qolaversa tashkilot imijini yaratish va shu o'rinda ana shu imijni himoya qilish ham albatta axborot xizmati vazifasiga kiradi, ya'ni tashkilotning ijobiy qiyofasini namoyon etish va albatta tashkilot to'g'risidagi qandaydir bir salbiy axborotlarga o'z o'rnida munosib javob qaytarish. Shu bilan birgalikda axborot monitoringini yuritish, ya'ni bugungi kunda bilamiz, media olam, umuman axborot, internet olam juda jadal, tezkor ketmoqda. O'z o'rnida o'zimning faoliyatimda ham muntazam ravishda ommaviy axborot vositalarini, internet sahifalarini, turli Telegram kanallarini muntazam kuzatib boraman. Bu axborot monitoringini yuritishda asosiy vazifa hisoblanadi, ya'ni tashkilot bilan bog'liq qandaydir bir xabarlar bo'lsa rahbariyatga yetkazish, umuman tizim bilan bog'liq bo'lgan xabarlarni doimiy ravishda tahlil qilib borish va shu asosda ishlash asosiy vazifalarimizdan bugungi kunda sanaladi. Rahmat kattakon, asosiy vazifalaringizni ham bilib oldik. Aytingchi Marhabo opa, mediada nima muhim, tezkorlikmi yoki aniqlik? Mediada birinchi o'rinda tezkorlik yo birinchi o'rinda aniqlik deb bittasini tanlab ayta olmayman, chunki ikkalasi ham muhim. Lekin o'z navbatida tezkorlikni amalga oshiraman, operativlik qilaman, aniqlikni yo'qotib qo'ymaslik lozim hisoblanadi. Chunki tashkilotning axborot xizmati sifatida o'sha tashkilotdagi jarayonlarni birinchi navbatda taqdim qilish, xalqimizga yetkazish asosiy vazifa bo'lsa, tezkorlik bilan shu bilan birgalikda to'g'ri, xolis va ishonchli axborotni yetkazish ham asosiy vazifa hisoblanadi. Shu nuqtai nazarda oladigan bo'lsak, ikkalasi ham umuman olganda media estetikasi, jurnalistika estetikasida ikkalasi ham, demak, tezkorlik ham muhim. Ya'ni bir axborotni vaqtida berish lozim. Vaqt o'tgandan keyin u axborotni boshqa manbalardan eshitib, xalqimiz uchun ham u qiziq emas, yoki keng jamoatchilik uchun ham qiziq emas. Shu uchun vaqtida berish kerak. Shu bilan birgalikda aniqligiga, ya'ni shoshma-shosharlik bilan yoki bo'lmasa noto'g'ri axborot berib qo'yib, nimani kuzatuvchilarni chalg'itib qo'ymaslik, yo bo'lmasa fake news deymiz, xato ma'lumot berib qolmaslik muhim hisoblanadi. Demak, ikkalasi ham muhim. Rahmat kattakon. Oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritasiz. Oliy ta'limda qanday yangiliklar bo'lib o'tmoqda? Abituriyentlarga qanday shart-sharoitlar yaratilmoqda? Demak, bugungi kunda hozir qabul jarayoni
2025-26 o'quv yili munosabati bilan qabul jarayoni bo'lib o'tmoqda. Demak, abituriyentlarimiz 5-iyundan 25-iyungacha onlayn hujjat topshirishmoqda va bunda albatta qulay sharoit yaratish maqsadida qo'l markaz, maslahat markazlari tashkil qilingan bugungi kunda universitetda va u yerda mas'ul xodimlar tomonidan abituriyentlar va ularning ota-onalariga yaqindan yordam bermoqda. Masalan, onlayn hujjat topshirganda ro'yxatdan o'tgan paytda yo'l yo'riqi qanday, o'sha jarayonlar bo'yicha ko'pchilik abituriyentlarimiz telefon qilish orqali, ko'pchilik abituriyentlarimiz kelib maslahat xonasidagi mas'ul xodimlardan tegishli maslahatlar olish orqali, demak, o'zlarini savollariga javob olmoqda. Va albatta qabul jarayonlari tugagandan keyin kasbiy ijodiy imtihonlar boshlanadi, undan keyin test jarayonlari boshlanadi. Oliy ta'limda yangiliklar qizg'in. Shu o'rinda Urganch davlat universiteti misolida aytadigan bo'lsak, bugungi kunda bitiruvchi talabalarimizning yakuniy nazorat jarayonlari, davlat attestatsiya testlari bo'lib o'tmoqda. Qolaversa, bitiruv malakaviy ishlari himoya qilinmoqda. Bu yil 2024-25 o'quv yilida 7000 nafardan ziyod talabamiz oliy ta'lim Urganch davlat universitetini tamomlamoqda. Xo'p, iyul oyini boshida demak diplom berish marosimini o'tkazish rejalashtirilgan. Rahmat kattakon. Albatta, ushbu ko'rsatuvimiz orqali abituriyentlar ham o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bilib olishdi. Marhabo opa, bu sizga bermoqchi bo'lgan oxirgi savolim. Media sohasida faoliyat yuritasiz. Xo'sh, ushbu kasbingizdan faxrlanasizmi? Albatta faxrlanaman. Doimiy tarzda faol bo'lish o'zi tabiatimga xos jarayon hisoblanadi va avvaldan avvaldan o'z o'rnida hozir Urganch davlat universitetining har bir jarayonida, har bir tadbirlari, har bir uchrashuvlari, har bitta bo'layotgan voqea hodisani ichidamiz va kasbimiz taqozosi bilan. Bu sizga qiyinchilik tug'dirmaydi? Yo'q, tug'dirmaydi. Endi hozirgi kunda tug'dirmaydi. Endi boshida qiynaldim. Oson emas, o'ziga yarasha mas'uliyat hisoblanadi. Har bitta narsadan boxabar bo'lish, har bitta nima bo'yicha axborotga ega bo'lish, bo'layotgan jarayon bo'yicha bir vaqtda o'zida oson emas. Bundan tashqari pedagoglik faoliyatimni ham olib boraman. Lekin hozirgi kunda bunga ancha moslashib qoldim. O'zimga ma'qul. Rahmat kattakon, vaqtingizni ayamay ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun. Kasb bayrami sizga ham muborak bo'lsin yana bir bora. Sog' bo'ling, sizga ham bayram muborak bo'lsin. Ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun rahmat. Rahmat. Aziz va qadrli soha xodimlari, mehnat va ijod zavqi sizlarni hech qachon tark etmasin deymiz. Doimo fikringiz teran, so'zingiz ravon, qalamingiz o'tkir bo'lsin. Bayram muborak.